Bugungi shifokorlar go'yoki jang maydonida vatanini himoya qilayotgan askar kabi. Chunki xavf o'limni bo'yniga olib kiryapti. Alloh sizlarni saqlasin. Alloh saqlaguvchi. Biz har kuni haqqingizga duoda tursak, inshaalloh sizlarga, bu tabiblarimizga, shifokorlarimizga bu kasal yuqmaydi. Allohdan so'raymiz. Sizlar bugun xalqi uchun, vatani uchun o'zini fidoyiligini ko'rsatib qo'yapsizlar. Har bir o'tkazgan kuningiz, har bir uxlamagan tuningiz siz uchun bir necha rakatlab o'qigan nafl namozning savoblarini berajak. Bugun sizlarning qilayotgan har bir ishingiz ehson o'rniga o'tacak inshaalloh. Shuning uchun barcha shifokorlarga ta'zim qilib haqqiga duo qilamiz. Alloh sizlarning umrlaringizni uzoq qilsin.